Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Men o'zi banklar to'g'risida gapirmoqchiman. Balkim bu videom menga o'xshab qiynalib bankdan kredit olganlarga foydasi tegib qolar. Men TBC va Anorbank haqida gapirmoqchiman. Asosan men o'zim TBC bankdan juda kuyganman, juda qiynalib kredit to'laganman. Men hozir boshidan gapirib beraman. 2024-yil iyun oylarida bu TBC bank aksiya chiqardi. Shanba bozor kunlari kredit olayotgan bo'lsangiz TBC bankidan bonusi bilan 27%, 26% qilib kredit bera boshladi. Birinchisida 10 million oldim. 10 millionni olib foydalanib muvaffaqiyatli yopdim ertaroq. Keyin yana bir oylardan o'tib keyin yana pul kerak bo'ldi, kredit olishim kerak bo'ldi. Kredit olish uchun birinchi oldin so'radim TBC bankda operatorlaridan telefon qilib, o'sha Shanba bozordagi aksiyalaringiz davom etyaptimi degan vaqtim, ha, davom etyapti dedi. Menga dedim 40 million pul kerak bo'lyapti dedim. Ha, bemalol dedi, Shanba bozor kuni olavering dedi. Xullas, men bozor kuni TBC dan pul olyapman, 40 million so'm kredit olyapman. Endi o'sha operatordan so'rab, ishonib o'shanga 26% deganiga o'sha onlayn kredit, onlayn tushuntirib aytay, onlayn kredit telefon orqali olyapman. 40 million sizga mumkin dedi, 40 million olsangiz bo'ladi dedi. Men 40 millionni oldim. Olib bo'lgandan keyin endi men o'yladim bu boyagi 26% chiqar dedimda, bundan bu shu shartnomasi kelavermadi grafigi. To'lov boyagi pulni olib bo'lgandan keyin birinchi 10 million olganimda srazi keluvdi grafiga, qarab shuna foizlari yozilgan bo'ladi grafigida, o'shanga qarab, значит 26% ligini bilaydim, bilib 26% ekan dedim. Bu 40 million olganimda ikkinchisida bu grafigi juda kechikib keldi. Endi men ertalab soat 8:30-9 larda onlayn kreditda olganman 40 million. Shundan bu grafika yo'q. Hay dedim, men aytdim 26% bo'lsa kerak bu ham dedimda, indamay qo'ydim. Biroq kechqurun soat 6:18:00 larda shu grafika kelib turibdi. Grafikaga qarasam 40 million so'mda foiz bilan men o'sha TBC bankka to'lovim 2,156 ming bo'lib keldi. Ya, men aytdim, bu qanday bunday bo'lishi mumkin? 26% dan bo'lish bo'lsa bunday bo'lishi mumkin emas-ku deb operatorga qaytib chiqdim. Operatorga qaytib chiqib, to'lovda sal noto'g'rilik bo'ldimi? Men 40 million oldim, 2,156 dan grafik keldi, to'lov grafigi 2,156 mingdan to'g'ri kelyapti. Bu narsa noto'g'ri hisobladinglar sizlar desam, yo'q aka, to'g'ri hisoblangan dedi. Ammo aytdi, to'g'ri hisoblangan bo'lsa qanchadan tushadi desam, 49.9% dan deyapti, 50% dan. Ya, ammo aytdim, sizlar menga bunday deb aytmovdinglar-ku. Men Shanba bozor kuni aksiya ketyapti o'sha bonusi bilan. 26% dan qilib qaytarasiz, 26% lik kreditimiz bor deb aytdinglar. Men shuning uchun 40 million oldim qo'rqmasdan. Dedim, yo'q aka deyapti, qarang buni ayyorligini bilan firibgarligini. Bizani aksiyamiz deyapti, endi bir kunga o'tdi, faqat shanba kunga bo'ladi deyapti. Faqat shanba kunga, bozor kuni olib bo'lmaydi. Tamom, bozor kunga o'sha 49.9% dan bo'ladi deyapti. Qarang endi, men o'sha Shanba bozor deganga bozor kuni olganman, o'sha bu bozor kungisi admin bo'lib shanba kuni qolgan ekan. Men endi shanba kuni olsam 20% dan menga beraymish, 26% dan. Xullas shunday qilib, hay dedim, endi birdaniga qaytarsam ham bo'ladi o'sha pulni olgan 40 millionimda, lekin men qarzlarim bor edi, boshqasi bor edi, hammasiga ishlatib berib yubordim. 20 boyagi bankdan olgan pulda hammasini ishlatib bo'ldim, endi bankka qaytarishlik iloji yo'q edi. Hay dedim, men aytdim, endi iloji yo'q, 2,156 dan to'laymiz endi, nima qilamiz deb 2,156 dan to'lab ketdim, lekin taqdir taqozosi bilan oyligim kamayib ketdi. Juda men qiynalib qoldim-da, juda ham qiynalib, pulni o'sha TBC bankdan juda qiynalib to'ladim pulni. Mana endi aytmoqchi bo'lganim, o'sha vaqtda TBC bankdan operatorlar telefon qiladi menga, aka sizni kredit to'lovingiz kechikib ketyapti deb operatorlar murojaat qiladi. Men operatorlarga to'g'ri, kechikish to'g'ri, lekin oyligim ham kamayib ketdi. Men to'lovlaringizga ham qiynalyapman, 49.9%, 50% lik kredit bu qanday bo'lishi mumkin? O'zlaringiz xalqingizni o'zingiz qiynamaysizmi desam, "Yo'q aka" deydi. "Endi deydi, olaringizga olib ishlatib olib deyapti. Endi bu gapni gapiryapsizmi?" deyapti. Aynan to'g'ri, lekin men sizlarning aksiyalaringga ishonib, o'sha 27% deganlaringga ishonib oluvdim. Men bunchalik bo'lishini bilganimda olmas edim desam, "Sizga deydi shartnoma asoslari beriladi-ku" deydi telefonda deydi. Qarang, men onlayn kreditni yana bir firibgarligini aytay. Ular endi aytmoqchi bo'lgani, sani o'sha tartib bilan tanishtirganmiz. To'g'ri, onlayn kredit olganda, onlayn kredit olganlar bilsa kerak, shartnoma keladi, bir 40 tami list keladi, varaq.
o'sha telefonda tez ko'rmasangiz boyagi TBC ushlab turgan programmangiz yopilib qolaveradi. Kodlab qo'yadi, yopilib qolaveradi. Shuning uchun tez o'tkazasiz, uni o'qib ulgurmaysiz. Nima yozilgan bu yerda 49.9 deganmi, ertaga o'lib ketsang ham boyagi to'laysan degan joyi bormi? Nima yozilgan shartnomada bilmaysiz. Tezroq o'tkazib, ha, dalini bosib ketaverasiz. Men shunaqa qildim. Bo'lmasam har bittasini o'qib chiqishga vaqtim yo'q edi, yopilib qolaverdi. Shuning uchun men o'qiyapmadim desam, uni bizani qizdirmaydi deydi. Siz shu bilan shartnoma bilan tanishtirganmiz, siz o'zingiz rozi bo'lgansiz, siz olyapsiz deyapti. Hamma aytmaylar, san o'zing vijdoning qiynalmaydimi 49.9-50% dan o'zingni xalqingga shuni berishga o'zing vijdoning qiynalmaydimi desam, yo'q deydi. Sizlarni kim shu ruxsat beradi desam, bizga deydi Markaziy bank ruxsat beradi deydi. Ana shu gapiga yomon jahlim chiqdi. Markaziy bank tasdiqlab berar ekan, qarang. Markaziy bankda o'tirganlar nima ko'zi ko'rmaydimi, kasalmi yo nima bo'la bu? To'xta qani, o'zimda xalqimga men shuncha 50% dan ham kredit beramanmi? Bu qanday to'laydi bular? Erta nima bo'ladi deb o'ylamaydimi demoqchiman-da. Xullas aytmoqchi bo'lganim, men asosiy taklifim shu TBC bankda, Anor bank juda katta foizli banklarga yo bular xuddi bizga o'xshab qiynalib to'lashlik uchun soliq foiz stavkasini, misol ular bir 20% soliq to'lab bergan bo'lsa, 200%, 300%, 400% to'lattirish kerak o'shaga. Ya bo'lmasam O'zbekistondan umuman chiqarib yuborish kerak bu banklarni. Umuman xalq uchun agar bunday qilib foizli berayotgan bo'lsa, umuman chiqarib yuborish kerak. To'g'ri, oldin kredit olish juda qiyin edi. Hozir qulay. Onlayn kredit telefonda o'tirib bemalol olib olasiz, unisiga rahmat. Lekin men onlayn kredit berib bilyapman deb turib bunday qilib ahmoq qilib aldab o'zida xalqni qiynash bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Men yana bir narsaga deputatlarga ham iltimos qilgan bo'laydim. Deputatlar sizlar endi xafa bo'lmanglar, ayrimlariga tegishli bu narsa bor, ishlaykan, jon kuydirib ishlaykanlar ham bor. YouTube'da ko'raman, Jahongir degan toshkentlik akamiz juda bir xalqni o'ylab ishlaydi. Mana deputatlarni aytmoqchi bo'lganim, shu deputat saylovi kelgan vaqtda boya yangi tug'ilgan pishak bolalarda miyo deb menga ovoz bering deb odamlarga shapka berib, yog' berib, menga ovoz bersin deganday qilib boyaga o'zini qaratish uchun, ovoz ko'proq to'dalash uchun ig'illab ketasizlar. Lekin bunday vaqtda sizlarni topib bo'lmaydi. Bu kim qaysi idora shug'ullanishini bilmayapman. Endi men deputatlar xalq tarafini olayotgan odam bo'lganlaring uchun aytayapman. Sizlar sal bir tanishib chiqinglar, O'zbekistondagi banklar eng katta foizli qaysi bank? Misol men bilganim shu aniq TBC bilan Anor bank, keyin ipoteka degani bor edi, lastika degani bor edi. Ular hozir faoliyat yurityaptimi yo'qmi bilmayman. o'sha banklarga nisbatan bir chora ko'rish kerakmi? yoki bo'lmasam o'sha banklarni umuman faoliyatini to'xtatish yo'lini ko'rish kerakmi? Men eng katta foiz O'zbekistonda hozirgi oylik sharoitda, hozir xalqda olayotgan qo'ldagi eng kam haqi, misol hozir 2 million, 1 million 800 oylik bo'lyapti. O'shalar uchun 25% kreditni o'zi balandlik qiladi. O'sha mayli, shunisiga ham rozimiz. 25% eng katta foiz 25 yo 26 bo'layotgan bo'lsa, o'shanisiga rozimiz, lekin 26 dan 25 dan nariyog'i yo O'zbekistondan chiqib ketsin, yo ish faoliyatini to'xtatsin, yoki bo'lmasam boyagida soliq stavkasini ko'tarib qo'yish kerak. Xuddi xalqday qiynalib to'lasin bular ham soliqni. Men tushunmayman, bular shu Markaziy bankdagilarga ham tushunmayman. Hali ham men endi Xudoga shukr bir yaxshi nimalar ham bor ekan. Endi banklarni men hozir TBC bankidan bir 3 kun bo'ldi qutulganimga. TBC bankda muvaffaqiyatli yopdim. Qaysi yo'l bilan yopdim? Men o'zim 28 yildan beri tashkilotda ishlayman. O'sha olayotgan oylik maoshlarim Navoiy viloyatidagi Milliy bankiga tushadi. Men 28 yildan beri o'sha Navoiy viloyatidagi Milliy bankiga mijozman. Men borib taqdir taqozosi bilan desam ham bo'ladi, o'shalarga dardimni aytdim. Akajon, men qiynalyapman. Shu TBC dan kredit olganman, 50% bo'lib ketgan, o'sha tomondan men qiynalyapman dedim. Xudoga shukr, xalq uchun ishlaydigan bankni men Navoiy viloyatida ko'rdim. Milliy bankda o'zimizda shu men vaqtcha boraydim, kelaydim, e'tibor bermaydim, lekin xalq uchun ishlaydigan idora bank, Milliy bankni men Navoiy viloyatida ko'rdim. Mana hozir men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, o'sha insonlar meni inson sifatida tushunib, hozir meni TBC dagi o'sha qolgan qarzim 20 million 400 mingmi qolganligi, o'shani Milliy bank o'zi kafolat berib, o'zi olib, o'ziga qayta moliyalashtirish deyilgan, o'ziga olib, men TBC bankdagi nimani yopib berdi. Qaranglar, endi yopgandan keyin men TBC ga
50% bilan 2.156 million to'laydim 40 millionga. 20 million qolgan summaga ham o'sha bir xil summada to'lab kelardim 2.156. Xullas TBCdan 50% dan olsam 40 millionga 80 million qilib to'laydim. Bu Milliy bank hozir yopib beryapti. 800 mingdan oylik to'lov ketyapti. Qarang, 2.100 bilan 800 ming to'lovni orasida 1.300 ming yutyapman. Xalqqa qancha yordam qilib berdi. O'sha Milliy bankning xodimlariga mingdan ming rahmat. O'sha yerda ish yurituvchisi Laziz aka muomalasiga gap yo'q. Adham aka kredit bo'lim boshlig'i Shuhrat aka, o'sha yerdagi boyagi xodim Moqchehra degan singlimizga juda men katta minnatdorchilik bildiraman. Mana shu TBC bankdan qutqarib, yengillashtirib bergani uchun ishimda. Men nima demoqchiman? Qolgan Navoiydagi viloyatlardagi men banklarga ham kirib ko'rganman. Qolgan O'zbekistondagi banklar ham mana shu Navoiy viloyatidagi Milliy bankning xodimlaridan kelib sizlar xalq bilan muomala qilish madaniyatini o'rgansanglar juda ham a'lo darajada bo'ladi. Men hayronlar qoldim bu Navoiy viloyatidagi Milliy bankning xodimlari muomalasiga. Siz shunchaki bankka kirib bir soya salqinda o'tirib turay deb o'tirsangiz ham sizni e'tiborsiz qoldirmayapti. Shunchalik men e'tibor berib turdim o'sha yerda. Bir 3 kunmi yurdim o'sha Milliy bankda. Oddiy kelib o'tirgan odamdan ham so'rayapti, akajon, biron xizmat bormi? Siz ko'p o'tirib qoldingiz, bir ishingiz bitmayaptimi? Ana shunday muomala qiladi. Hayronlar qolasiz. Boyaginda Laziz aka degan ish yurituvchi, men aytdim, meni pisantam qilmasa kerak degandim. Yo'q, o'zi tushib salomonlik qilib, akajon, nima muammo? Zerikmang, yordam beramiz deb. Men hayronlar qoldim. Men birinchi marta ko'rishim bunday bankda, Milliy bankda o'zimizda men kiraydim oldin, buncha e'tibor bermaydim, lekin men qolgan banklarga ham tavsiya beraydim, shu yerda kelib bir stajirovka qilib ketinglar sizlar. Muomalani o'rganinglar. Bir xil banklarga borasan, shunaqangi endi bir odamlar bilan bir pisand qilmay, oyliging qancha? Shunchami? Bo'lmaydi. Turing bu yerdan deb boradi-da. Yo'q, har xil sharoitlarni ko'rib, vaziyatni ko'rib, o'shanga yordam berishga harakat qilishlaringiz kerak. Bank xalq bilan bank. Xalq bilan birga ishlasa, o'sha bank rivojlanadi. Lekin men Milliy bankdan yana bir bor minnatdorman. Milliy bankka Xudoga shukr, mingdan ming rahmat. Mana shu TBC bankdan qutqarib berganiga. Mana aytmoqchi bo'lganim hozir gapdan gap chalg'ib ketyapman. Endi o'zi jahlim ham chiqib turibdi. Shu deputatlarga ayniqsa murojaatim shu, iltimos sizlardan mana deputatlarga, keyin mana taniqli blogerlar bor, o'zlaringiz viloyatlaridagi eng katta misol men Navoiydanman. Qolgan blogerlar misol Andijondan, Farg'onadan sizlar ham bir shuni blogerlar bir yordam bermasanglar bo'lmaydi. Birovlaringizga aytib, bizning viloyatda eng katta foiz mana shu bank ekan deb o'sha banklarning foizini tushirmasak bu bilmadim endi qanday bu banklarga qarshi kurashish kerak, hayronman. Endi men Markaziy bank buni tasdiqlab berdi degandan keyin opshim ishtima aytolmay ham qoldim, ishtima gapirolmay ham qoldim. Tilim tishlab qoldim. Men Markaziy bankdagi o'sha yerdagi o'tirgan xodimlarni menimcha ko'zi ko'r bo'lsa kerak, xiraroq bo'lsa kerak, achqisi zirnasi past bo'lsa kerak demoqchiman-da. Shu 50% degan narsani ko'rmasa kerak. O'zini xalq uchun bunchalik narsa darajada belgilab berishi mumkin emas. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim, deputatlar, sizlar shu boyagi yaqinda bir deputatni ko'rib qoldim. Bir kim qaydagi masalani ko'tarib o'tiribdi. Poyezd chiptalari qimmatlab ketgan. Poyezd chiptalari emas. Poyezdga kirsang ko'payni bir narsa o'sha o'zini sharoitini ko'ryapti-da. Aylanay deputatjon, siz u poyezdga faqat o'zingiz minib bilasiz. Hozir poyezd mana ko'payni boshqa deganlarga oddiy xalq minolmaydi. Siz poyezdni muhokama qilmangda, ana shu boyagi banklardagi eng katta foizlar bilan bir shug'ullanib ko'rsangiz, hozir men video davomida deputat araga qo'yib ham ko'raman. Qo'yib ham ko'rsataman sizlarga. Bir kim qaydagi masalalarni ko'rasizlar-da, ana shunaqa bir xalqqa ziyon bo'layotgan narsalarni bir iltimos bir olib chiqib foizni kamaytirish harakatini qilinglar. Yana bir narsa, o'sha oddiy xalqqa gap yuradida, u iloji bo'lsa kredit olmas, sutxo'rlikka kirgan, iloji yo'qlikdan olasiz, majburan. Juda zarur bo'ladi, iloji yo'qlikdan olishga majbursiz. Yo'q, yana qaytarib aytaman, hozir onlayn kredit olish juda qiyin, oson bo'lib ketdi, oldin qiyin edi. Hozir Xudoga shukr oson, telefonda turib olasiz. Lekin men osongina qilib berdim mana deb turib, taqillatib 50% kim nima xohlasa xohlagan foizini qo'yishga hech kimda haqqi yo'q deb o'ylayman. Kelib mana bozor iqtisodiyoti, mana nima deydi, balansirovka degan narsa borki, muvozanat. Xalq to'layotgan oyligiga qarab, o'shanga qarab foiz belgilash kerak. Men TBC bankni iltimos sizlardan O'zbekistonda ish faoliyatini to'xtatsin yoki umuman chiqarib yuborsin. Hozir men u yerda bu yerda ko'raman. Kelinglar mana o'tiribdi, TBC bankdan onlayn kredit olamiz, beramiz.